Sizden bir sual sorayım. Toy qilishning qanday yaxshilik taraflari bor? Toy qilish? Toy qilishning ham foydali taraflari bor jiq. Masalan toy qilishning demisimi adam hayotidagi eng cho'ng ish, foydali taraflari bor jiq. Mesela ikkimizni elib aytaylik, ikkimiz to'y qilgandan keyin masalan to'y qilishning albatta foydali to'y qilishning albatta foydali taraflari jiq bo'lishi kerak. Jiq. Masalan albatta foydali taraflari jiq. Masalan Abdülkerim muadimning cho'ng shogirdi bo'lgan Adiljon doktor 9-oyning 13-kuni Aqsu Yangi bozordagi udun uzuqliq mahsulotlarini bas etish o'rnida haqsiz tibbiy maslahat bermoqchi. O'zining sog'lomlik ahvolidan maslahat so'raydiganlar vaqtni ching tutqaysizlar. O'rni Aqsu Yangi bozor udun uzuqliq mahsulotlarini bas etish o'rni. Vaqti faqat 1 kun. Oldin nomer elish aloqa telefon nomeri 159 0997 46 83. Bu savol yetib tursin bo'ldi. O'zingni qiynamag'in. To'y qilishning qanday ziyonli tarafi bor ekan? Men so'zlab baqa. To'y qilishning hech qanday ziyonli tarafi yo'q. Lekin otam men nimishqa to'y qildi ayta? Nimishqa to'y qildi men zodi? To'y qilganlik o'zi qapasga solganlik qilib baravar ichga bu. Ya o'z topgan pulni o'z xarjligin olmasa, ya tamoqning vaqtida etmiz tig'i gap anglasa, o'yin tozlamasa tig'i gap anglasa, ya bozor uchun chiqanmasa, uy xili o'tgan tala tuzga tig'i chiqib olmasa, hele u bayram degan, hele bu bayram degan ve bu bayramda sovg'at almış tig'i bo'lmasa, hele u çay, hele bu çay deb, bir çayda kiyim kiyimiz tig'i bo'lmagan, girim buyumlar hepimiz asli bo'lmagan, kishi zari pul xarjlamay ekanmiz, ayol kishi buzutgan, chachitgan xarjlay ekan, xotun kishi degan bir uyda pul buzib chachishdan boshqa neymiş var? Qanday qalishmay qanday ijod qilgan to'mash to'y qilgan ishni. So'zlasa adamning ichiga patmaydi deb. To'y qilganga pushaymon qilmayotgan bir ming kishi yo'qdi. Lekin men bak baxtlik sen bil to'y qilganga men bak xo'shay.